Apreskiviterlarimiz narxi 15 million so'mdan boshlanadi. Sifatini qaraysiz, sifatiga baho bering mana. Astenkovka materiallari hech qanaqa plastmas emas. Plastik emas. Zanglamaydigan. Shlankalari ham juda mustahkam. Gidravlik shlankalar bilan jihozlangan. Mana yerda moykalar uchun ham bor. Alohida e'tibor berilgan. Bemalol preparat foydalanganda qo'yib yuvish imkoniyatlari mavjud. Davleniya bosim datchiklari ham bor. Bundan tashqari mana bu yerda yana bir xil apreskiviterimiz bor. Bu bog'larga ham ishlatsa bo'ladi buni. Ham bug'doy paxtaga ishlatsa bo'ladi, ham bog'larga ishlatsa ham bo'ladi. Bir vaqtning o'zida ikki xil funksiyani bajaradi. Bu yana qo'shimcha qulayliklardan biri. Bu gidravlik silindrlar bilan jihozlangan silindrlik apreskiviter bilan. Bular narxi 17 million so'mdan.